Bu nima qilganingiz? Bolamga qo'l tegizishga qanday haddingiz sig'di? Nima haqqingiz bor? Aqlingni kiritmoqchi edik. Haliyam g'o'rsanda ko'sam. Men o'tkinchi shamol deb o'ylasangiz adashasiz. Men bo'ronman. Sizni turgan yeringiz tugul, yer yuzidan yulib ochishga qurbim yetadi. Bir og'iz so'zingiz kifoya edi, Fahriya. Mendan, sevgimizdan voz kechmaganingizga ishontirsangiz, jonimni tikib bo'lsa-da ichkariga kirishingizga imkon yaratib berardim. Gunohingizni yuvmoqchi ekansiz. Faqat akangizni emas, Fahriya sultonni ham bizga topshirasiz. Uni tashqariga chiqarasiz. Aytganingizni qilaman. Fahriyani dargohdan chiqartiraman. Eshikni oching! Qo'yib yuboringlar! Volida! Bola o'g'irlash bunaqa bo'ladi.